jami umumiy hisobda 20 dona yangi sifatlik sochiqlar tahoratxonaga yordam qilibdi, ehson qilibdi. Alloh rozi bo'lsin. Assalomu alaykum mahalladoshlar, aka uka opa-singillar. 2026-yil 17-mart Jizzax viloyati Arnasay tumani Bo'ston mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan Burhoniddin Marg'iloniy jome masjidi yaqinlashib kelayotgan hayit ayyomlari bilan barcha mo'min musulmon aka uka opa-singillarimizni tabriklaymiz. Xabaringiz bo'lsa, mana shu Burhoniddin Marg'iloniy jome masjidining tahoratxonasiga 100 qo'l uchun, oyoqlar uchun maxsus sochiqlar kerak deb murojaat qilgan edik. İnsanlarga Alloh rozi bo'lsin. Har kim o'z imkoniyatidan kelib chiqib yordam qilmoqda. Mana yaqinda oilaviy musofirlikda chet el davlatlarida mehnat qilib kelayotgan qora akamiz tomonidan 110 dona sochiq ehson qilingan edi. Mana hozirgi kunda mana shu masjidimizga namozga kelgan insonlar tahoratxonaga kirib, mana shu sochiqdan to'g'ri foydalanib, tahoratlarni mukammal olib, ibodatlarini qilib, namozlarni ado etib ketishyapti. Alloh rozi bo'lsin shu chet elda oilaviy mehnat qilib kelayotgan akamizdan. Mana bugun 17-mart kuni shu mahallamizdan yana bir muslima, mu'mina opamiz tomonidan jami umumiy hisobda 20 dona yangi sifatlik sochiqlar tahoratxonaga yordam qilibdi, ehson qilibdi. Alloh rozi bo'lsin. Shu opamizdan ham kasb-koriga, xonadoniga baraka bersin. Mana 10 dona 100 qo'l uchun, mana 10 dona oyoqlar uchun ekan. Rahmat shu opamizga ham kasb-koriga, xonadoniga baraka bersin. Inshaalloh bu sochiqlarimizni, mana bu sochiqlarimizni ishlatib bo'lgandan keyin o'rniga almashtirib ishlatamiz. Ana shunday do'stlar, Alloh rozi bo'lsin. Jizzax viloyati Arnasay tumani Bo'ston mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan Burhoniddin Marg'iloniy jome masjidiga har kim o'z imkoniyatidan kelib chiqib yordam qilayotgan bo'lsa, rahmat deb qolamiz. Masjidimizda juda ko'plab qurilish ishlarimiz bor. Murojaat uchun telefon raqam +99 893 323 0081. Turlibekov Abdurashid Yusuf o'g'liga murojaat qilsangiz, mana shu masjidimizda qanaqa ishlari bor aniqlik kiritib olasiz. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.